Qo'qon shahridagi bozor tungi bozor bo'lyapti. Kechasi 1 da kelaverasizlar. Har kuni dushanbadan tashqari narx-navolar juda ham tushirib tashladik. Hozir ko'rib turgan selimlaringni 38 ming qilib qo'ydik. 45 mingdan sotilingan. Belari qisiladi. Ular selim bo'ladi. Prostoy shtampil emas. Material farqi bor. Xibi so'raganlar uchun xibilarimiz bor. Narxlarni 53 ming qilib qo'yamiz. Telegram gruppamizga o'tib zakaz so'raverasizlar. O'zimiz chetda pachkaga 55 ming beryapmiz. Telegram gruppamizdagilarga 53 ming qilib beramiz. Ularimiz 60 ming sotilyapti. Sizlar uchun hozircha bitta shundan qoldi, gulidan uchib ketyapti. Narxini sizlar uchun 55 ming qilib beramiz. Optim narxi. Yonidagilar bambuklarimiz 45 mingdan qilib beramiz. Telegram gruppamizga o'tirasizlar. Lozimi ham o'zini rangidan bo'ladi. Ko'ryapsizlar, rasvetkalari, oxirgi rasvetkalardan ikkala yoni qisiladigan, beli qisiladiganda hammasi bir xil narxi, 45 ming so'm bambuk. Keyin yangi model so'raganlar uchun bularimizdan hozir faqat shu Tigrdan qoldi. Narxini 85 ming qilib beramiz. Zonaga chetda o'zida 100 ming, 120 mingdan sotilayotgan narsalar. Bularimizni ham 45 mingdan qilib beramiz. Bularimiz 60 mingdan, bularimiz 75 mingdan, tepadagilarimiz 60 mingdan, mana bularimiz 65 mingdan, bularimiz 55 ming qilib beramiz. Telegram gruppamizga zakaz qilaverasizlar. U turk xibi, qolganlari shtampilli zo'ra kirishgan bo'lgan materiallar. Qo'qon shahridagi bozor har doimgidek kelaverasizlar, tunda bo'lyapti. Soat 1 da boshlanyapti. Chorshanba kuni kechqurun kelsalar, soat 1 da ertalab peshanba kuni o'tib ketadi. Biz kechqurun kelinglar, bo'lmasa kunduzi kelsalar ham bo'laveradi. Dona olmoqchi bo'lganlar kunduzi keladi. Kechqurungi optim narxi. Sog' bo'linglar.